kuzatuvchilar, mana bugun biz Samarqand tumaniga piyozni tripsiga qarshi 2 kun oldin qo'llaganmiz. O'sha bugun natijasini ko'rish uchun o'sha maydonimizga borib, hozir sizlarga video davomida ko'rsatib o'tamiz. Qo'liga ham osib qoldi mana. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Samarqand tumani Umid akaning piyoz ekilgan dala maydoniga Bifinafos Ultra preparatini gektarga 1,5 litrdan va Tripsil Ultra preparatini gektarga 1,5 litrdan rasxod qilib, piyoz dalalarida uchraydigan shira va tripsga qarshi ikkalasini birgalikda qo'llaganmiz. Buni qo'llaganimizda 11-iyun sanasida qo'llangan. Mana bugun 13-iyun sanasida kelib, o'sha maydonda tripsni qanday ishlaganligi haqida video qilish uchun polya maydonimizga kelganmiz. Endi polyaga kirib, holatni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlarning qanday? Qanday ta'sir qildi? Piyozlar o'zi raglari ham tikka bo'lib, ranglari ham ochilib, och yashil bo'lib, o'sishni boshladi. Xudo xolasa, dolaringiz yaxshi. Mana 5-6 yildan beri sizlar bilan ishlaymiz, baraka topganmiz. Bu dolaringizda mana yangi ekan, natijasini ko'rishlaringiz mumkin. Hamma piyozlaringiz ranglar tikka bo'lib, ochilib, och yashil bo'lib, o'sishni boshladi. 2 kunda bildirdi, Umid aka. Ha, xudo xolasa, mana 2 kunda ancha natijasi bo'ldi. Hali yana 4-5 kun xudo xolasa ishlaydi. Ha. Bozorda xudo xolasa mana shundan sepamiz. Yaxshi natijasi bo'ladi. Masalan, xohlovchilar bo'lsa agar kelib joyida ko'rish ham mumkin. Piyozlar effekti yaxshi. Mana shirasi deyarli qolmagan, ranglari ochilib ketgan. Tripsim bor. Yarim gektarlik polyamiz. Mana shu Sifat Agroni ozuqalarini sepyapmiz. Mana shu shira to'g'risida ham sinovdan o'tkazdik, yaxshi. Xudo xolasa. Hamma dorilarimiz sizga yaxshi ishlayapti. Xudoga shukr, yaxshi.